Assalomu alaykum. Qanday ahvolinglar? Yaxshimi? O'tdan turib o'tamsizlar. Bugun biz Qum bosgan shahar romanining davomini o'qiymiz. Ayni chog'da sizlarga dedim-ku, shu 97-yil, balkim shu vaqtlarda anglagan vaqtda men bu romanni Qashqa xalq radio stansiyasida Iqbolam Ömer degan ayol anglatgan. Әті қачан келе, ақшам саат 9-да аңлатты роман аңлатыш, әдеби аңлатыш қылмысы. Ашу вақтларда ойлайтым, қачан әті бұла деп, неміш қамын оқып өтмейдіғанды деп, хәтта чық-чық оқса деп хат yazıma дегендім чу мен. Маң айрымханда бұның давамын оқымамсыз деп хат yazған әмміңланы. Allah razı olsun. Şun bunu ikinci çıq оқышық тырышымен. 3-cü bab Qaçqın Şahzadə. Cahan kezdi süpürge öz xiyalları bilen yolunu davam qılmaqda idi. Onun işkinin ayaqlarından kötürülgen yenik çang yuqarı örləb, ətigellik quyoshning qızğış nurlarına singib ketadi. Süpürge tex şəhərdən ançımı yiraqlab ketmegen idi. Onun arqasında egiz şəhər sepilining güngürləri yiraqdan ko'rinib turadi. Onun yenidan ba'zi şəhərga qarab mangan karvalla, eshaklik və piyoda yo'l yurgan dehqonlar Sayvellik məpilerde gadiyip olturgan qandaq doğru bir bayvetçiler ötüp qaladı. Süpürgenin eşki bir qulqını salpaytip, yani bir qulqını dıngıdı tutup, etraptaki şəpiga qulaq salğan içe, uşaq çamdap, ittik menişida ketip baradı. Sürü eşek her qaytım әні şundaq tüz yolga çıqıp, özünün siyliq menişiga düşkende, süpürgenin eşekning üstüde birde mügdep aram elib aldığan adeti bar idi. Xoş süpürge, dep öz-özüge, Müracaat qildi süpürge, eshekning ustida ko'zini yumib o'tirib. Talay yo'llarni bosding, qancha yurtlarni orlading, xilma-xil xalqlarni ko'rding. Bu dunyo sirining tagiga yeta oldingmi? Yo'q. Ehtimol ko'kdagi sonsiz yulduzlar bilan zimindagi har bir tosh, suvsiz qumliqlar bilan o'rkashlab turgan dengiz aslida bir tuqqandir. Xudo nima uchun bu ziminga jonliqlarni operida qilib, yana dargohga qaytirib akitdi? Qaranғы keçilərinin birində anamızın qo'rsiqidan yig'lab, qaqsab turib yerga tushimizki, ba'zida qayg'urib, ba'zida xushal bo'lib, ba'zida savobli ish qilib, ba'zi gunoh petib yashaymizki. Yashaymizganda oxir bir kun o'lib ketimizki. Tiriklikning ma'nosi nima? İlgileniyorum. Balkim yaratgan egam bu zaminda bizning har birimizning xuy Hala paylini. ilgileniyorum. Balkim yaratgan egam bu zaminda bizning har birimizning xuy paylini, niyat iqbolini sinamoqchidir. Ajabmi, hali Qalandar shohning u dunyodagi o'rni hammamizdan ustun bo'lsa, u nima uchun bu so'zni shunchalik ishonchlik deydi? U chaqda hammaga vayim silib turgan quyosh shoyining o'rni nada bo'la? Agar uning o'rni jannatda bo'lgan bo'lsa, u jannatga shu shohlik kibrisi bilan qadam besib, xudolik da'vosi qilishdan yonmas balkim. Yo'q, bilgich xudo. Meningcha uning o'rni do'zaxda bo'lg'ini tuzuk. Qip-qizil yolqin, uning shohlik to'llarini o'rtab, uni qip-yalang'och qilib qo'ygandilar. U o'zining oddiy puhralardan tuvan, gunoh qilib atgan bir fosiq ekanligini tunib yetadi. Amsi mening o'rnim-chu? Süpürgening ko'zi amdil uyquga ilingandek bo'lib edi, ittik mengayotgan eshak tuyuqsiz to'xtab, süpürge oldiga tushib ketgil taslaq qoldi. U nim bo'lganligini anqira olmay ko'zini ichib atrofiga qaradi. Kun nezi bo'yi o'rlab qolgan bo'lib, hamma yoq timtas, yo'l ustidan hech kim ko'rinmaydi. Nima gap? Deb so'radi u eshikdan. Eshak qulog'ini midirlatganicha oldiga qarab parvosiz turadi. Sendin gap so'rayapman. Sen meni ustimdan mulla qatqizib tushib, yumshoq to'piq berib yig'namoqchimiding? Agar mendan boshqa odam bo'lgan bo'lsa, shu topda beqillaringga mushlagan bo'ladi. Deb eshakning beqiniga tapallari bilan qattiqroq tepdi süpürge. Shu chaqda uning quloqiga birisining vaqirgan ovozi anglandi. To'xta, hey yo'lovchi, to'xta, eshikni biz tarafga tortqin. Upsh! Deb eshakni to'xtatmoq bo'lib, keyniga g'adaydi süpürge. Helali beqiniga yegan tepikdan ranjigan eshak joyillik bilan oldiga qarab mengiyverdi. Upsh! Dabotaman, anglayotamsan. Heli og'zimni buzitaman baka. Süpürge chulvirni kuchab tortib, ovoz chiqqan tarafga burilib qaradi. Süpürge yo'lning chetidagi bukkida baraqsan bo'lib o'sgan bir tup daraxtning daldisida turgan ikki ayolni ko'rdi. Ayollar bosh ko'zni yog'liq bilan chumkib olgan bo'lib, birining qo'lida yo'giklik buvoq turadi.
ikkinchisi bo'lsa qo'li bilan supurgini ha deb ishorat qilib chaqirmoqda edi. Hamma ayol kishigina: "Hey yo'lovchi, mau tarafga kelgin." Supurgi eshikning beshini ayollar tarafga burdi. "Xo'sh, xonimlarim, meni chaqirishdimi?" "Shundoq, seni chaqiryapmiz, mehribon yo'lovchi." Supurgi yaqinlab kelib to'xtashi bilan ayollarning biri aldirab so'zlab ketdi. "Sen musulmon ko'rinasan. Musulmonlarning dili yumshoq bo'ladi. Mau buvoqni o'zing bilan birga ketgin. Mau xonimni san qo'shib berman. U bola qaraydi. Eshikingga halab itib cho'p tashlab berdi. Sening barliq hojatlaringdan chiqadi." Ayolning so'zlari supurgini gangartib qo'ydi. To'xta, dedi supurgi eshikni ayollarga texmi yaqinlatib. "Men hech nima tushunmayapman. Men bu bolani nimishqa ketgudekman? Sizlar uni nimishqa birovga berib etmoqchi bo'lib qoldinglar?" "Voy, sana nima deb tushundirsan bo'la?" dedi supurgi chaqirgan ayol beshidagi yog'liqni tuzab turib. "Bu narasida hozir xatar ichida qoldi. Uni senla qutuldirib qola olaysan." "Men? Nimishqa uni faqat menla qutuldirib qola olgudekman? Uning otasi-chi? Ota-onasi kim? Urug' tuqqanlari qani? Men noytim yiroqdagi yurtlardan kelganman. Bu bolani men nega kitaman? Sening buncha ko'p savollaringga javob berishga taqatim yo'q. Men sening kimligingni, nada turadiganligingni, nima ish qiladiganligingni so'ramadim. Sen o'sha savollarni so'rama. Hurmatli yo'lovchi, sen bolani qancha yiroq akatsang shuncha yaxshi. Bu bola mening yurak bag'rim. U nada bo'lsa, hayotli bo'lsa bo'ldi. O'tinishimni rad qilmagin. Sen aqlli odamdek ko'rinasan. Men aytgan gaplardan, men aytmagan ma'nolarni tushunib bo'ldim." Ayol buqildab yig'lavatdi. Jahongezda supurgi qutuldirib olish shuncha zarur bo'lgan narasidagi ko'zining quyruqida qaradi. Bola shunchalik pok va sabiy edi. U hech nimadan bexabar. Ikkinchi xonimning qo'lida tatliq pushildab uxlayotdi. Bu narasida mayli qaysi dindan, qaysi tabiqining odamlaridan turalgan bo'lsin, shu turg'ida Allohning oldida u farishtadanmi ulug' edi. Chunki u texi hech bir gunoh o'tkazishga ulgurmagan. Uning kallasi bu dunyodagi shayton, iblis va yana qandaqdir balo-betarlarning iziqtirishidan xoli, qalbi jinoiy niyatlardan pok edi. Kishi ba'zida shundoq sabiy vaqtida o'lib ketmaganiga pushaymon qilib qoladi. Agarchanda texi jahonning rohat mushaqqatining nimaligini bilmagan, bahorning xushbo'y chechaklarini texi hidlamagan, qorning dastlabki ushqinlari va yoki ko'z yopirmoqlarining to'kilishini ko'rmagan, Allohning bu pok bandasining beshiga rostilla balo qazo kelayotgan bo'lsa, albatta sen bir musulmon turib uni qutuldirib qelish majburiyatidan o'zingni qochirsan, dunyoda buningdan meg'ir gunoh bo'lmas. Supurgining ikkilanib turib qolganligini ko'rgan ayol darhol qo'ynidan bir xaltini ilib yo'lovchining eshik ustidagi xorjunning o'ziga tashladi. U: "Xaltadagi tillarni yetishcha xarajat qil. Bu xonimni xohlasan xotin qilasan. Sana oq yo'l bo'lsin, mehribon odam. Bolamni sana va Xudoyimning o'ziga topshirdim." Dedi-da daraxtlar orasidan ketgan yo'l bilan shahar sepili tarafga qarab yugurib ketdi. "Menga mol dunyoning xotinning lozimi yo'q", deb g'o'dingshig'icha qoldi supurgi. Bola ko'tirib turgan xonim lop qilib supurga qaradi-da: "Qani mangayli." Bu yerda yayinni mendaq to'xtatib qo'yib turib davom qilgan olgan iqtidori yo'qmidi? Tamam. "Qani mangayli, bu yerda qarab turish xatarlik", dedi xonim supurgini oldirtib va bolni ko'targunicha supurgining eshigiga yondashib yo'lga tushdi. Shu turqida ularni ko'rgan har qanday kishi ularni shahardan chiqib, shu atrofdagi biror yeziga ketib borgan er-xotinlar bo'lsa kerak deb qaraydi. Taqdirning qismatlariga hayron bo'lmay mumkin emas, deb o'ylaydi supurgi. Mana u hiyli yolg'izchilikdan ishki bilan mungdishib ketib boradi. Yangi ham safarlarga erishdi. Ömrida bola yuz ko'rmagan edi. Xudo uning bir narasidan amra qildi. Shu yoshga kelguncha o'yinish ustida o'yinib boqqan emas edi. Notanish bir ayolning g'imi uning yuklandi. Hayotning o'zimi bir safarga o'xshaydi. Bu safarda kimlardir yiningdan ketib qoladi, yana kimlardir kelib senga hamroh bo'ladi. Supurgi eshik ustida o'tirib, bola ko'tirib ketayotgan xonimga sap soldi. U beshidagi yog'liqni qayirib, yuzini ichib bo'lib, yosh va qovul ayol edi. Safarda kishiga yuk bo'ladigan inji xotinlardan emasdek qiladi. Ayol bolani mahkam bag'riga besib, supurgining eshigidan qolmay kelmoqda edi. Pat-pat supurgiga cho'ng yo'ldan chiqib, orqa yo'llar bilan mengishni eskartib qo'yadi. Ular itizliqlarni aralab ketgan chig'ir yo'llar bilan mengib, yana cho'ng yo'l ustiga chiqib qolishadi. Yana qandaqdir bir piyodalar yo'liga agib kirib ketishadi. Supurgi o'zining ko'nglida xatarlik bir ishga chetilib qolganligini tushungan edi. Ayolning qo'lidagi ashu begunoh narasidagi bo'lgan g'arazsiz muhabbat uni bu xiyim xatarga o'z roziligi bilan qadam qo'yishga undaydi. Ba'zi supurgi:
Немишqa biz cho'ng yo'l bilan mangmaymiz, deb o'zini hayron bo'lganga selib, un chiqmay ketib borgan ayolni gapga soladi. Sen nimadan qo'rqsan? Yilqi xonim sening nimang bo'ladi? U xonim mening xo'jayinim, mushu buvaqning onasi. Sening xo'jayining mushu buvaqning onasi. Undaqda sen bu buvaqning nimasi? Men bu buvaqning inikonisi. Yo qudrat, devat supurgi. Men o'zining bolasini inikonisi bilan qo'shib berib turgan mundaq ishni texib uchratmagan ekanman. Amsi bu buvaqning otasi kim? Uning otasi o'lib ketgan. Buvaqning otasi yo'q bo'lsa, onasi bolni va seni men o'z ixtiyori bilan hadiya qilgan tursa, yana biz nimishqa o'g'irlardek mo'kinib yurimiz? Voy xudoyim-ey, sen nimandaq sodda odamsan? Dedi ayol. Men ko'tarib ketayotgan bu buvaqning kimligini bilamsan? Bilmayman. Bilmagandan keyin so'ramayli qo'y. Bu nima deganing? Deb hayron bo'ldi supurgi. Bilmaganni so'rab bilish kerak-da. Ayol supurgining eshigiga yaqinlab kelib pichirildi. Sir saqlay olamsan? O tarafdan andish qilma. Boshqalarga aytmaslik tegishli maxfiyatliklarni anglab qo'yman-da, unutib ketaman. Sir saqlashning eng yaxshi yo'li unutib ketish. Undaq bo'lsa men senga aytay, mening qo'limdagi bu buvaq podshoh. Supurgining eshigi mo'dirib, u eshakning ustidan yana bir qitim uchib tushib tas qoldi. Nima deding? Sening qulog'ing ig'irmi ay yo'lovchi? Xudoga shukr, hozirgacha qulog'imdan roziman. Qarong'i kechida yiroqlarda ketayotgan karvonlarning qo'ldo'malarining ovozida ularning qaysi yurtning karvoni ekanligiga va ularning qayoqqa qarab ketayotganligiga hukm qila olmayman. Biroq sen bu buvoqni podshoh deviding, qulog'imga ishonmayla qoldim. Shundoq, biz podshoh oliylarining o'zini ko'tarib ketyapmiz. Bu sirlarni senga aytmasligim kerak edi. Og'zimdan chiqib ketdi. Sen bu to'g'riliq ostroq so'zla yoki o'zing aytgandek unutib ket. Mening demoqchi bo'lganim, dedi supurgi. Bu kichikkin buvoq qanday qilib podshoh bo'lib qoldi va u nima uchun o'zining taxtida o'tlamay mening azimas eshkimning tuyoqlaridan ko'tarilgan chang'i ko'milib bu yerda ketib boradi? Nimishqa biz uningga tuz cho'kib ta'zim qilmaymiz? Yana senga aytsam, sizlarning bu shaharda nimanda podshoh to'la? Quyosh shoyi, qalandarlar shoyi, uni azab yana bu yerda buvoqlar podshosidan birisi chiqdi. Yoki sen meni ahmoq ko'ryapsansan? Ayol aytmaslik tegishli sirning ishini oldi-birini ichib qo'ydi. Endi uning supurgiga qolgan hamma ishlarni tushuntirib qo'ymoqdan boshqa iloji yo'q edi. Sen bizning quyosh shoyimiz haqida anglaganmi? Anglaganman, dedi supurgi. Bu qitim shu ulug' shohning O'rda shahrini ziyorat qilish uchun kelgan edi. Anglaganman, dedi supurgi. Bu qitim shu ulug' shohning O'rda shahrini ziyorat qilish uchun kelgan edim. Hashamatli saroy, tumanligan lashkar, minglab qullarni ko'rdim. Aşağı tutilib tashaqdim. Uni bechora eshkim ig'ir yuklan to'shidi. Shahar darvozasiga qo'riqchilar yonchug'ini qurg'dab qo'yishdi. Shundaq shahringa ulug' podshohing lanat deb qaytib chiqatatdim. Ularning terangni shilvanmag'aniga xo'sh bo'lsam bo'ladi. Ajab shu olamga mashhur quyosh shoyining o'zi qo'lingdagi mushu kichikkina buvoq bo'lsa, ha? Quyosh shoyi 3 kunning oldida olamdan o'tdi. Nim deding? Ovozingni pasayt. Bu gaplarni ikkimiz faqat pichirlab aytsak bo'ladi. Xatar ustida ketib qolganimizni unutma. Undaqda bu bola qayerning podshohi? Bu bola quyosh shoyining eng kichik o'g'li. Mana 3 kundan beri o'rnining ichi qon bilan to'ldi. Shohning cho'ng o'g'illari bir-birini qirg'in qilishyapti. Taxtni talishib. Shundaq. Men bu ishlarni toza tushunib ketmayman. Tartib bo'yicha quyosh shoyining cho'ng o'g'li taxtda o'tirish kerak ekan. Lekin sen aytsam, shohning o cho'ng o'g'li shunchalik zolim, qorniyat, buzuqchilikda uchiga chiqqan. Ba'zilar dadisini uning o'zi qaslab o'ldirgan bo'lishi mumkin deb gumon qilishadi. Buzuqchilikda u yana shunchalik rasvoki, o'zining qancha ayollari turib, yana qarindoshlarining ayollariga ko'zini qizatadi. Hatto otasining kichik xotinlariga ham chiqaradi. Mundaq shahzodani shohlik o'rniga ko'tarishga qolgan o'g'illar qo'shilmadi. Shuning bilan o'rda ichida qirg'inchilik boshlandi. "Ya Alloh, nima deydigansan?" deb yoqsin tutdi supurgi. Mana men bir oydan beri shu shaharda yuribdiman. Hech kimdan mundaq andishalik gaplarni anglamadim. Hamma ish o'rda ichida maxfiy bo'lyotdi. Sen turmoq o'rnining tashqari foyilasidagilarmi hozirgacha hech nimadan xabarsiz. Ichkirik o'rnining darvozalari mahkam etilgan. Barliq shoh o'rnlarining nizomi shundaqmish. Yangi shoh belgilanib taxtda o'rn olishdan burun ko'ni shohning o'lim xabari sir uqtirilmaydi ekan. Bo'lmasa mamlakatda isyon ko'tarilib taxt tavrab ketamish. Tushundim, dedi supurgi. Har qanday podshohning taxti portlashga tayyor turgan volqonning ustida bo'ladi. Ayol supurgining cho'nqur muloyizalarini tushunmay o'z so'zini davom qilaverdi. Sana meni qaytib bergan xonim quyosh shoyining kichik xotinlaridan biri. Bo'layotgan qirg'inchiliklardan qo'rqib, o kichik shahzodani qutuldirish uchun meni yordamga chaqirgan. Biz xonimning shohini qabul qildigan xos hujrasiga maxfiy eshikdan yerosti yo'l bilan qochib chiqdik.
ayolning keyingi so'zlari Supurgining quloqiga kirmadi. U ishning tegi-taktiga yetib bo'lgan edi. Dunyoda shoh o'rnlaridan sirliq o'rin bo'lmasa kerak deb fikr qiladi eshik ustida Supurgi. U yerda har kun, har soat ajoyib o'yinlar o'ynalib, qiziq ishlar sodir bo'lib turadi. Keyin tarixchilar yuz bergan bu sirliq voqealar to'g'risida tarix bitishidi. Lekin bizgacha yetib kelgan yozma xotirlarning zodi qanchalik rost? Buningga bir nima demak tez. Qonliq janglar o'tib ketgandan keyin g'alaba qiluvchilar oldi bilan yozilgan tarixlarni ko'zdan kechiradi. O'zini bezab ko'rsatadigan sahifalarni qoldirib yoki to'liqlab yozdirib, jinoyat izlarining hammasini o'chirib tashlashidi. Tarixning yozilgan qismlaridan texi yozilmagan yoki yozib o'chirilgan qismlari chinroq bo'ladi. 3-bob nishada tugadi. Rahmat. Davomini davomli o'qiymiz.